Rayhon, sizga qalbim bog'langan? Uyaltirmang. Sho'xroz aka, hamma joy musor qilib tashladingiz. Undan ko'ra meni qovlang. Qani, kuyov bir ikkida yegiling. Chol, shu yoshligingizda yomon bir sho'x tez bola edingiz-da, shu quvlagan edi-da. U yoshlikda qolib ketdi. Hozir mazza yo'q, bel yo'q, o'sha bel yo'q, Voy, kampir. sizchi, men ishonaman, kuchingiz bor sizni. Qani menga yetib olingchi. Хорошо, kampir. Bo'ldi, meni tinch qo'ying. Хорошо. Biz baribir birga baxtli bo'la olmaymiz, nimaga tushunmaysiz? Хорошо. Yana bir marta sizni oldimda ko'rsam, adamga aytib beraman. Хорошо. Asalim. Asalim. Yul. Sharmanda qilma meni. Cho'qinma qizlarga unaqa. Meni og'ayni ichkiga cho'qinmagan, tushundingmi? Что ты, братишка, прийти? Обида залита в груди. Ey, stop. O'qota ashularini nima siqilyapsan? O'chirman meni. Хочется жить. Voya. Va Abloshkanga qo'yganmiz-a? 2 oy bo'ldi ajrashganlaringga. Va esingdan chiqar, latta, cho'rt bo'lmagin. Men uni sevaman. Hey. Nima bo'ldi? Ya, men qara, akasi pakasi dur balkim. Nima o'qima qilasan? Ingliz tilini zo'r bilasanmi shunda? Maktabda fransuz tili o'tganmiz. Fransuz tilini zo'r bilasanmi? Piyoz fransuz tilida nima bo'ladi? Inglizchasiga bilar ekanman, onion bo'ladi. Onion? Onion. Seni yaxshi ko'raman, nima deganiga qarashchada. Ha? Sarangayo. Sarangayo. Men seni sarangayo emas lekin. Va nihoyat men 22 yoshimda o'zimning shaxsiy avtomobilimga ega bo'ldim. Tabriklashingiz mumkin. Rayhon, tur obedgacha ham uxlaydimi ketamiz. Nima uyg'otasan? Endi tushimda bevajib mashinali bo'luvdim. Jini bo'lib qoldingmi? Uyqusirayapsanmi yoki? Qanaqa tush? 10 kunda ham mashina olsang bo'ladi. Eshitmadingmi? Yuseldan sovrin bor aksiyasi davom etyapti. Ha? Endi aynan siz bevajib Jazor avtomobiliga menga o'xshab tushishda emas, balki real hayotda erishingiz mumkin. Nafaqat avtomobil, balki iPhone 16 Pro, Apple Watch, Yandex stansiyalari, 5G router va hamda har xil miqdordagi pul mukofotlarini yutib olishingiz mumkin. Shartlari esa juda ham oson. Yusel ilovasiga kiramiz. Sovrin bor aksiyasiga kirib, ishtirok etishni bosamiz. Va aksiyada ishtirok etish uchun balansingizni 50 ming so'mga to'ldirishingiz kerak. Balansni bitta to'ldirishdagi har bir 50 ming so'm uchun siz yutuq uchun bitta imkoniyatni olasiz. Men esa aksiyada ishtirok etish uchun shoshilaman.